Hürmetli vatandaş, endi sizlarga başta aytgan vaziyatga aloqador masala to'g'risida so'zlaganimiz bo'yicha mundaq bir xabarni yetkazamiz, hurmatli vatandoshim. Buning mavzusi mundaq, avval chesladan gap qilsak bugun 2020 yil 6-oyning 7-kuni, haftaga yakshanba. Mavzu mundaq vatandosh. Amerika Ovoz Radiosi Jungo Kompartiyasiga yantayoq bo'lishib berganlikdan oxiri bu radioning boshlig'i almashtirib etildi. Diqqatchi muallim Shitob apandi. Mavzuni qayta takrorlayman vatandoshlar. Amerika Ovoz Radiosi Jungo Kompartiyasiga yantayoq bo'lishib berganlikdan oxiri bu radioning boshlig'i almashtirib etildi. Mavzuli xabar 6-oyning 6-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi haftaning 4-kuni, ya'ni 6-oyning 4-kuni bilat tashlab Prezident Trump nomzod qilib ko'rsatgan Michael Pack apandini Amerika Yer shari matbuot boshqarish idorasi o'tkazib elishdi ma'qulladi. Michael Pack apandining Amerika Yer shari matbuot boshqarish idorasini o'tkazib elishini ma'qulladi. Bu organ Amerika Ovoz Radiosi va boshqa Amerika hukumati mablag' chiqarib qurilgan xalqaro radio turlarini nazorat qilishga mas'ul bo'ladi. Michael Packning xizmat kutishi Kengash palatasida ma'qullangandan keyin bir Prezident Trump darhol Twitterda fikr qoldirib tabrikladi. Hamda bu Cumhuriyetçiler Partisi Davlat Majlisida 25 yil kurash qilib qo'lga keltirgan g'alaba deb ko'rsatdi. Prezident Trump hamda bu Cumhuriyetçiler Partisi Davlat Majlisida 25 yil kurash qilib qo'lga keltirgan g'alaba deb ko'rsatdi. Prezident Trump bundan 2 yil burun Michael Packning radio mudiriyat komitetiga rahbarlik qilishiga nomzod qilib ko'rsatgan. Lekin izchil Kengash palatasida bu taklif Demokratlar partiyasi a'zolarining qarshi turishiga uchragan. Bu qatam bilat tashlash jarayonida Michael Packning bu vazifaga tayinlanishi 38 ovozga qarshi 53 ovoz bilan ma'qullandi. Bu qatam Cumhuriyetçiler Partisi rahbarlik qilib o'tgan Kengash palatasi butunlay partiya guruhlar bo'yicha bilat tashladi. Virginia shtatlik senator Joy Manchin Demokratlar partiyasiga mansub bo'lib bilat tashladi. Michael Pack apandim kinofilm ishlaydigan odam edi. Burun ma'rifshunos edi. Hamda Kengash palatasi tarafidan Amerika radio ishlari mudiriyat ijroiya amaldori bo'lib xizmat ishlaydi. Vaqti 3 yil bo'ldi. Bu amal o'rni Amerikada ikki partiyaning ta'sis qilingan Amerika tashkilot radiolarini boshqarish mudiriyati ikki partiya ta'sis qilgan partiyaning qo'llashi bilan kechirildi. Ikki partiyaning qo'llashi bilan ta'sis qilingan Amerika Qo'shma Shtatlar radio ishlarini boshqarish mudiriyati Amerika Ovozi va Amerika Ovoz Radiosi hamshira organlarini nazorat qiladi. Jumladan Yevropa Erkin Yevropa radio stansiyasi, Erkinlik radio stansiyasi, Erkin Osiyo radio stansiyasi va anglatish, ko'rsatish Kubaga qaratilgan radio televiziya stansiyasi va televiziya stansiyasi qatorliq hamshira organlarni boshqaradi. Prezident Trump haftaning 4-kuni Twitterda fikr qoldirib, bunday ko'rsatdi. Michael Packni tabriklayman. Bu ishning Amerika uchun aytganda intayin zo'r, muhim g'alaba ekanligini biladigan hech kim yo'q. Hurmatli Prezidentimiz Trump apandi, men bilaman.
Michael Pack'ni tabrikleymen prezident mındaq ko'rsatdi. Bu ishning Amerika uchun aytganda intayin zo'r, muhim g'alaba ekanligini biladigan hech kim yo'q. Nima uchun? Chunki o Michael Pack Amerika ovozini va Amerika ovoziga munosabatlik barliq xizmatlarga mas'ul bo'ladi. Amerika ovoziga va Amerika ovoziga munosabatlik barliq xizmatlarga mas'ul bo'ladi. Prezident Trump yana so'zini davomlashtirib bunday ko'rsatdi. Michael Pack qaysar, aqlli, bizning bu davlatimizni suyudi. Bu Amerika Davlat Majlisida 25 yildan beri elib berilgan bir meydan urush. Bu Amerika Davlat Majlisida 25 yildan beri elib berilgan bir meydan urush. Rahmat sizlarga. Bizning Cumhuriyetçiler Partimizden sayınlab kirgan Kengash palatasi a'zolariga. 2 hafta burun Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetidagi Demokratlar Partiyasining a'zolari bu xizmatga Michael Packning nomzod bo'lib ko'rsatilishini 8 qatam kechiktirdi. Shunday ma'lum Sito Papanda. Lekin g'alaba qila olmadi. Bu komitet dastlabda 5-oyning boshlarida bilet tashlash planini kechiktirdi. Buningga Washington shaharlik bosh taftishning Michael Packni ijtimoiy ishlar bilan tekshirishi sabab bo'lgan edi. 2019-yil 9-oyda o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Michael Pack Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetiga mundaq degan edi. Agar nomzod bo'lib ma'qullashdan o'talisam, Amerika Qo'shma Shtatlari radio ishlarini boshqarish mudiriyatini bo'g'ib qo'ygan satchiliklarni, jumladan para olganlik aybnomasiga oid Yahudilarga qarshi turg'uvchilar va xizmatning va'dasidan chiqolmaslik Yahudilarga qarshi turg'uvchilar va xizmatning va'dasidan chiqolmaslik qatorliq satchiliklarni hal qilaman deb ko'rsatgan edi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.